Assalomu alaykum. Tövende biz işletkiçiga münasibetlik bir qancha Linux buyruqlarini ko'rib o'taylik. Oldi bilan biz bu terminaldagi eng ust qurdagi ko'ringan uchurilni bir tushuntirib o'taylik. Va daryo degani mushu hozir terminalda yoki mush kompyuterda tizimga kirgan ishlatgichning ismi. Buningdagisi bu add bu Kali degani mush kompyuterning ismi. Masalan, Kali bo'lishi mumkin, serverda biz bo'lishimiz mumkin yoki boshqa ism qo'ysakmi bo'laveradi. Uning aksidan bu, ya'ni taxminan belgisi bu har bir ishlatgichininki bosh mundarajasini ko'rsatadi. Bosh mundarajasini yoki bosh ekranini yoki bosh mundarajasi desak bo'ladi. Undan keyin bizningki hozirgi o'rnimiz ko'rish uchun PWD, ya'ni Present Word Directory degani navbatdagi xizmat qilayotgan mundaraja degan gap. Shuni qisqartib yozilsa 3 harf. Har bir so'zning birinchi harfi inglizcha. Enterni bosdik. Bizning hozirgi o'rnimiz home, daryo, desktop. Undan keyin dollar belgisi odatdagi ishlatgich ekanligini, ya'ni bizningki odatdagi ishlatgich ekanligimizni bildirdi. Undan keyin biz ID deb daryo deydi. ID daryo desak, shu daryo degan ishlatgichininki nimalarni qila oladiganligini biz ko'rsatdi. Ya'ni masalan, ishlatgichininki kimlik nomeri, kimligi, guruh nomeri, guruh. Qaysi guruhda? Uning guruhining nomeri. Undan boshqa yana nurg'un huquqlari bor. Masalan, sud ijro qilinmamdi, ya'ni oliy ishlatgichning buyruqlarini ijro qilinmamdi degandek. Undan masalan biz tizimga kirib, o'zimizning qaysi ishlatgichida tizim kirganligini unutilib qolgan bo'lsak, qanday qilamiz desak, who I am. Enterni bosamiz. Who am I ekan? Who am I? Enterni bosdik. Daryo. Hozir tizim kirgan ishlatgichning ismi daryo. Bu yerda who I am deb yozsak, buyruq tepilmadi deb uyg'urcha tarjima qilingan uchur ko'rinibdi. Yana bir buyruq, mush kompyuterni kim ishlatgan deganni bilish uchun last degan buyruqni bersak, enterni bosamiz. Va lastni topolmadi, o'rnitamsiz deydi. Deydi. Emni kirgizaylik. Davomlashtiramsiz deydi va deydi. Hamda last deydi. Enterni bosaylik. Ba'zi buyruqlar masalan ijro ulash jarayonida kompyuterga o'rnatilmagan bo'lsa, eskartudi, o'rnatsak bo'ladi. Masalan, shu kompyuterni oxirgi qatim ishlatganlikki barliq xotirasini bizga ko'rsatadi. Masalan, tizim kirish ekranida qachon ishlatgan, hozir still logged in degan hozirgacha ishlatyapti degan. Shu kompyuterga kim kirdi, kim ishlatdi, nimani ishlatdi deganligini, qachon tizimga kirganligini bizga ko'rsatadi. Undan keyin kim ishlatyapti deganga who. Bo'sh o'rin enterni bosamiz. Masalan, kimlar ishlatyapti desa daryo. Shunaqa. Undan keyin qaysi programmani ishlatyapti deganda biz terminalni ishlatyapmiz-ku. Shu terminalni ishlatyapti deb bizga ko'rsatib berdi. Undan keyin W degan yana bir buyruq bor. Enterni bosamiz. Bossak, qaysi programmani hozir shu ishlatgichi qaysi programmani ijro qilayotganligini bizga ko'rsatib berdi. Odatda bu sistem ijro qilayotgan programma. Shunga biz shundan ishlatgichining nimani ijro qilayotganligini ko'ra olamiz. Bugun biz ishlatgichlarga munosabatlik bir qancha buyruqni ko'rib o'tdik. Keyingisini ko'rishaylik. Allohga emanet.